Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga neonatal sariqlik haqida ma'lumot bermoqchiman. Neonatal sariqlik ya'ni bolalarning sarg'ayib ketishi. Neonatal sariqlik hayotda ikki xil ko'rinishda uchraydi: fiziologik hamda patologik. Fiziologik sariqlik tabiiy bo'lishi mumkin bo'lgan holat yangi tug'ilgan chaqaloqlar 30% da kuzatiladi. Tug'ruqning 2-3 kunidan boshlanib 2 haftagacha cho'zilishi mumkin. Fiziologik sariqlikda bolaning badanida yengil sarg'ayishlar kuzatiladi, lekin umumiy holatda hech qanaqa o'zgarishlar kuzatilmaydi. Fiziologik sarg'ayishga sabab bo'ladigan narsa yangi tug'ilgan chaqaloqlarning jigari to'liq ish faoliyatini boshlamagan bo'ladi hali. Fiziologik sariqlikda konservativ davolarga muhtojligi bo'lmaydi bolaning, ya'ni o'zi tabiiy yo'l bilan o'tib ketadigan holat. Endi patologik sariqlik haqida gaplashamiz. Patologik sariqlik chaqaloqning tug'ilishi bilan birinchi kundan boshlanadi. Badanda keskin sarg'ayishlar, ko'z sklerasida sarg'ayishlar paydo bo'ladi hamda umumiy holatida o'zgarishlar, ya'ni holsizlik, ko'p uyquchanlik, injuvlik, ko'krakni olmaslik ushbu holatlar kuzatiladi. Hamda qon tahlillarida ham umumiy bilirubin miqdori 85 mikromol litrdan oshib ketganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar bolalarda og'ir va juda og'ir vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda kechiktirilgan sariqlik oqibatida chaqaloqlar hayoti fojiali yakun topishi mumkin. Agar sizning chaqalog'ingizda ushbu holatlar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Shu jumladan bizning klinikamizda ham ushbu kasallikka shifo topishingiz mumkin. Bolangizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Ushbu videoni yangi tug'ilgan chaqalog'i bor tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz, shu kasallik haqida ma'lumotga ega bo'lishadi.